Dunyoda hayot davom etar ekan, har bir inson o'z umri davomida har kun, har vaqt bir muammoga duch kelib yashaydi. Har qanday muammoni bartaraf qilish uchun esa uni tushunishlik, sabablarini aniqlab kurashish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu muammolar kattalashib, ulkan bir falokatga, chorasiz baloga aylanishi mumkin. Bu muammolar shaxsiy yoki umumiy, yo bir millat, yo biror xalq, yo butun insoniyatga tegishli bo'ladi. Bu muammolarni bartaraf qilishda ularning holatlariga qarab, insonning o'zi yolg'iz yoki jamoat bilan, yo bir millat, yo biror xalq yoki butun insoniyat birgalikda harakat qilmoq lozim bo'ladi. Agar muammolar yechilsa, inson halokatdan g'olib bo'lib, boshiga kelgan falokatdan qutuladi va o'zlarini baxtli sanay boshlaydilar. Lekin dunyoda har bir odamning, butun insoniyatning boshida umumiy birdan-bir falokat borki, uni na bir inson, na bir jamoat, balki butun insoniyat dunyoda yetishgan bor diniy, dunyoviy ilmlarini jam qilib ham bu muammoni yecha olgan emaslar. Bu odamzodning, har bir odamning ruhaniyatidagi nafs kasalligidir. Bu kasallik odamzod yaralgandan boshlab har vaqt, har bir zamonda butun insoniyat uchun bedavo dard, umumiy bir falokat, abadiy nadomatga, abadiy halokatga sabab bo'ladigan dunyo va oxiratning mudhish yagona bir balosi bo'lib kelgan. Olamlarning, odamzodning yaratilish tarixi, sirlari, abadiyatning haqiqati, insoniylik sifatlarining o'zgarishlari, odamlarning dunyo va abadiy kelajak hayotidagi baxt va baxtsizlik taqdiri ruhoniyat olami bilan nafs, ya'ni modda olamiga chambarchas bog'liq turadi. Har bir inson dunyoga tug'ilishi bilan ruhoniy olamdan ajrab, nafs degan moddaparastlik kasaliga duchor bo'ladi. Asl insoniylik sifatlaridan uzoqlashib, hayvoniy sifatlarga o'tib boradi. Agar odam o'zidagi nafs kasaliga davo topmasa, kasallik g'olib bo'lib, azalda ruhoniyatiga berilgan cheksiz ilohiy qobiliyatlardan uzilib, faqat birgina moddiy qobiliyat bilan cheklanib qoladi. Inson dunyo hayotidagi juda ham qisqa 3 kunlik umri davomida o'zining nafs kasaldan qutqarib, ruhoniyatiga berilgan cheksiz ilohiy qobiliyatlarini tiklash kerak bo'ladi. Insonning dunyo va abadiylik hayotidagi saodati yoki nadomati faqat bir martagina berilgan shu dunyodagi imkoniyati bilan belgilanadi. Agar inson nafsini o'ldirsa, ruh omon qoladi. Bunday jon abadiy saodat topadi, olamlarning sultoni bo'ladi. Agar nafs kasali g'olib bo'lsa, ruh o'lib, nafs omon qoladi. Bunday jon abadiy nadomatda qoladi. Olamlarning yaratilishiga xizmat qiladi. Payg'ambarimiz mutu qabla anta mutu, o'lmay turib o'ling dedilar. Odamzodning, har bir odamning dunyo va abadiylikdagi hayotining saodatlik yoki nadomatlik bo'lishligiga nafs nuqta qo'yib muhr bosadi. Dunyo hayotida insoniyat hayotining yaxshi va yomon bo'lishligini ham odamlarning nafsoniy holatlari belgilab beradi. Bugungi kunda yer yuzining, odamlarning, butun insoniyatning boshiga tushgan balo, oldida turgan eng muhim global muammo ham odamlarning ruhoniy sifatlardan uzoqlashib, nafs kasalligining kuchayib ketishidir. Hozirda odamlar, butun insoniyat o'zining asl tabiati, komil insonlik sifatlaridan ajrab, g'ayri insoniy, hayvoniy sifatlar botqog'iga botib bo'ldi. Dunyoda insondan da nodonroq, insondan da shafqatsiz, insondan ham bemehr, insondan da vahshiyroq na bir hayvon, na bir maxluq qoldi. Bir ota-onadan tarqagan odamzod, odam ato bilan momo havoning farzandlari bir-biridan ajrab, millatlarga, xalqlarga, irqlarga, dinlarga bo'linib, bir-biriga yov, dushmonga aylandi. Itlarning tabiatan bir fe'li bor. Bir galada yurgan itlar boshqa itlar bilan to'qnash kelsalar, birgalashib tishlashadilar. O'zaro qolganlarda esa bir-birini g'ajishadi. Odamzod ham gohida o'zlari bir umumiy muammolar yaratib olib, globalizm deb, terrorizm deb, goh din talashib, gohida iymon talashib, gohida yer, gohida siyosat talashib, bo'linib olishib, jahon urushlari qilib, bir-birini yoppasiga qiradi. O'zaro qolganlarda esa goh boylik talashib, gohida obro' mansab talashib, bir-birlarining jonlariga qasd qilishadi. Odamzod asli bir, nasli bir, pushti bir, oilada bir bo'lsa-da, gohida g'urur, gohida arzimagan bir gap talashib, gohida bir burda non talashib, odam dunyoga keltirgan o'z otasini chopadi,
tuqqan onasini so'yadi. Er-xotin bir-birini so'yadi. Aka-uka, opa-singil bir-birini o'ldiradilar. Odamzod o'zi tuqqan bolasini xohlasa tiriklayin ko'madi, xohlasa ko'chaga, xohlasa axlatga, xohlasa so'yib restoranga topshiradi. Bolalar ham birgalashib o'ynab yurgan do'stlarini xuddi o'yinchoqlarini sindirib qo'ygandek o'ldirib bir-birini ustida o'ynab suratga tushadilar. Do'stlarning ko'zlarini o'yamiz, dushmanlarga shafqat qilmaymiz, vahshiyligimizdan hayvon ingraydi, qahrimizdan yer titraydi, fe'limizdan shayton qochadi, nafsimizdan dajjol qo'rqadi. Kim edik, kim bo'ldik bilmaymiz. Axir biz Hazrati Odam edik. Aslimiz pok, ruhimiz pok, nafsimiz pok edi. Alloh taoloning zotiy sifatlari bilan zinatlangan, go'zal ismlari bilan sifatlangan edik. Alloh taoloning xalifasi, ruhoniyatning sultoni edik. Butun farishtalar, mahluqotlar oyog'imizga poyandoz edi. Yer yuziga fitrat din bilan, fitrat iymon bilan, asl tabiatimiz bilan kelgan edik. Hech birimiz bir-birimizdan kam emas edik. Aslimiz bir, naslimiz bir, ruhimiz bir edi. Robbimiz bir, vatanimiz bir, payg'ambarimiz bir edi. Otamiz bir, onamiz bir edi. Nega bo'lindik? Kim bizga yomonlik qildi? Kim bizga baxshilikni o'rgatdi? Nega odamzod erkakning ham, ayolning ham, dindorning ham, dinsizning ham, aqllining ham, aqlsizning ham, yaxshining ham, yomonning ham ko'zlari qon, qo'llarida qurol, bir-birini qilishi bilan, yer yuzini vayron qilishi bilan ovora? Nega hayvon qilmagan vahshiyliklarni qiladi? Nega odam o'ziga o'zi zulm qiladi? Ertamiz nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Na o'zimizni taniymiz, na Robbimizni, na kelgan joyimizni bilamiz, na turgan joyimizni, na ketar joyimizni bilamiz, na yetar joyimizni. Odam bo'lib odamligimizni bilmaymiz, hayvon bo'lib hayvonligimizni bilmaymiz. Hazrat Alisher Navoiy bobolarimiz odam borki odamlarning naqshidir, odam borki hayvon undan yaxshidir deganlar. Biz odamning qaysi toifasiga kiramiz? Buni kim aytadi? O'zligini tanimaslik odamzod uchun har bir insonga eng katta falokatdir. Ozgina bo'lsa ham yuragida insoniylik uchquni bor, dunyodan xabardor, dindor bo'lsin, dinsiz bo'lsin aql egalari insoniyatga vabo kabi tarqagan bu g'ayri insoniy sifatlar botqog'idan qutulish choralarini izlab kelganlar. Dunyo odamlari, dunyoviy olimlar insoniyat tanazzulining sabablarini insonning moddiy manfaatdorligida deb, odamlarning moddiy hayotini yaxshilab, ularning ma'naviy ongini yuksaltirib, bu balodan qutulamiz deydilar. Dindorlar, diniy olimlar esa butparastmi yoki yahudiy, nasroniy, musulmon bo'lgan ahli kitoblar ham hammalari o'zlarining diniy g'oyalarini targ'ib qilib, odamlarni ma'lum bir din egasi qilib, ularga diniy ilmlarni o'rgatib, odamlarning tarbiyasini yaxshilaymiz deb tushuntiradilar. Chorasini topolmaganlar esa yomon deb hisoblangan odamlarni yo'q qilib, qirg'inbarotlik yo'li bilan hayotimizni yaxshilaymiz deb tushunadilar. Nima uchun odamzod yaralgandan beri na dunyo olimlari, na din olimlari o'zlarining yetishgan ilmlari bilan biror bir insonni tarbiyalab, yaxshi inson qilib kamolga yetkaza olgan emas? Nega odamni yomonlikdan, hayvoniy sifatlardan qutqarib, chin insoniylik, odamiylik sifatlarga o'tkaza olmaydi? Nega odamni yovuzlikdan, vahshiylikdan to'xtata olmaydi? Nega olimlar ham, mullalar ham oddiy odamlar botayotgan nafs botqoqga botib, hatto o'zlarining jonlarini ham saqlay olmaydilar? Bizning din unday, bizning din bunday deb, bizning kitoblarimizda bunday yozilgan deb maqtanib, qissoxonlik qilib, janjalkashlik qilishdan boshqaga yaramaydilar. Nima uchun yaratuvchisi bir, yaralish tabiati bir, odamzodning bir xil qalbidagi bir xil kasalga davo topisha olmaydi? Birgina falokatdan qutqara olmaydilar. Odamzodning boshidagi falokat nafs bolasiga qaysi bir g'oya, qaysi bir din, qaysi bir olim, qaysi bir kitob, qaysi bir ilmda najot bor, davo bor, hech kim bilmaydi. Nega shunday? Ilmiy cho'qqilarga yetdik deb yozilgan kitoblarda, olimlarni lol qoldirgan ilmiy kashfiyotlarda, ilohiy kitoblar sanalmish Tavrot, Zabur, Injil, Qur'onlarda najot yo'q. Nima uchun biz yahudiymiz,
biz nasroniymiz, biz budda, biz musulmonmiz deb maqtangan odamlarning so'zlarida mehr yo'q, quvvat yo'q, odamning qalbiga ta'siri yo'q, foydasi yo'q. Albatta, har bir odam o'ziga o'zi xo'jayin, o'ziga xon, o'ziga bek. Ruslar hazayn barin deyishadi. Qassob qo'yni ham, echkini ham o'zining oyog'idan osadi. Har bir insonning niyatiga yarasha, amaliga, ixlosiga yarasha oxiratga ishonsin, ishonmasin, hisob-kitobni faqat yaratgan Xudoning o'zi qiladi. Biz odamlarning hayotini tekshirib, birovni gunohkor, birovni aybdor qilmoqchi emasmiz. Birini kofir, birini musulmon deb, buning dini haq, buniki nohaq, buning yo'li to'g'ri, buniki noto'g'ri, bu ilmli, bu ilmsiz, bu aqlli, bu aqlsiz, bu yaxshi, bu yomon deb hukm ham chiqarmoqchi emasmiz. Bizga odamlar ustidan hukm chiqarishlikdan Alloh taoloning o'zi saqlasin. Biz faqat umumiy insoniy qadriyatlardan kelib chiqqan holda odamzodning Alloh taolo yaratgan asl ruhoniy holatlarini, har bir odamning jonini Alloh taolo o'ziga o'xshatib yaratib, o'zining zotiy sifatlari bilan zinatlagani, unga 18 ming olamning sultonligini berib, Hazrati inson deb sharaflab, butun farishtalarga sajdagoh qilganligini, haqiqiy saodat, haqiqiy din, haqiqiy iymonni har bir insonning qalbiga azaldan muhrlab qo'yganligini, har bir odam Alloh taolo abadiy qilib berib qo'ygan saodat toji bilan bu dunyoga tug'ilishligini aytmoqchi bo'ldik. Dunyoga kelgan har qanday odam u xoh payg'ambar atalsin, xoh avliyo farishta sanalsin, har qanday inson nafs kasaliga duchor bo'lmay qolmasligini, har kim chetlab o'tolmasligini, bu kasallik butun insoniyatga vabo kabi tarqalganligini, odamzodning boshiga tushgan falokat Xudoning azalda berib qo'ygan balosi ekanligini aytmoqchi bo'ldik. Bu balodan odamzod har bir inson payg'ambarlarning, pir komillarning nazari bilan qalblari ochilib, ularning ruhoniyati vositasida o'zlari ham ruhoniyat olamiga qo'shilib, qalblari nafs kasalidan poklanib, omonlik topib, o'lmay turib abadiy saodat topishligini aytmoqchi bo'ldik. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinkim, Alloh taolo o'zining inoyati Hazrat payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shafaatlari, Hazrat pirlarimizning iltifotlari bilan Shoh Hazrat Bahodir Naqshband, Hazrat Abdurrahmon Jomiy, Hazrat Alisher Navoiy bobolarimiz, Hazrat Ibrohimjon Eshon bobolarimizning, Hazrat pirlarimizning sharofatlari bilan dunyo hayotida ham komil insonlarni ko'rishlik, ularning barakatlaridan bahramand bo'lishlik nasib qilib qoldi. Bundan keyingi suhbatlarimizda Alloh taoloning, olamlarning, mahluqotning gultoji qilib yaratgan komil inson haqida fikr yuritishni niyat qilganmiz. Suhbatlarimizda Hazrat Alisher Navoiy bobomizning ilmiy badiiy asarlari asosida hamda bugungi kunda biz bilan birga dunyo hayotida yashayotgan odamzod asl tabiatining naqshi, komil inson, Alloh taoloning yerdagi xalifasi, payg'ambarimizning asl merosxo'ri, ruhoniyat sultoni, qutbul ahtob, sultonul orifin, olamlarning, olimlarning, ilmlarning, sultonlarning sultoni, Shoh Naqshband maktabining peshqadamlari, pir komil, Hazrat pirlarimiz, Hazrat Imom Mahdi, Qurbanali Ahmad Boqiyulloh alayhissalom hazratlarining ilmiy, amaliy, hayotiy dasturlari, ularning ruhoniy maktablari asosida hamda suhbatlari, fikrlari, mulohazalari bilan foydalanib, ulardan bizga keladigan madad barakatlarga tayanib, odamzodning, har bir insonning asl yaratilish tabiati bo'lgan Alloh taoloning zotiy sifatlari bilan zinatlangan ilohiy quvvat egasi, saodat egasi, olamlarning egasi, sultoni, mahluqotlarning ashrafi, boshida abadiyat gavhari porlagan komil inson portretini zamonaviy bo'yoqlar bilan chizishga harakat qilamiz. Alloh taolo o'zining inoyati, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shafaatlari, komil insonlar, Hazrat pirlarimizning rahmat barakatlari bilan butun insoniyatga, odamzodga, har bir insonga, ularning qatorida biz faqir, ojiz, notavonga ham qulf dillarimizni ochilib, ruhoniyat olamlarimizga qo'shilib, asl vatanimizga qaytib, o'zlarimizning Alloh taolo azalda yaratgan asl tabiatimizga, din va iymonimizga, abadiy saodatimizga qo'shilishlik butun insoniyatga, jumladan bizga ham shu dunyoning o'zida nasib qilsin.